Toshkent shahar markazida joylashgan, kelajagi porloq bo'lgan bitta joyga kelganmiz. Bu yerda 1,5 sotuvdan ikkita korobka sotilayotgan ekan. Hozir shu uylarni bitta-bitta sizlarga ko'rsatib chiqamiz. Samarqand restorani, Samarqand darvoza katta ko'chadan 150 metr kirganimiz edi. Mana shu yerda korobka uylarimiz sotilyapti. Bu yoq Komolonga chiqib ketaverish. Samarqand darvozaning ko'chasidan kiraverish, kirganda shu ikkita oppoq fasadli chiroyli xonadonlarimiz sotilyapti, korobka holatida. Bismillah deb bitta kirsangiz shunaqa oppoq bo'lgan chiroyli fasadli uy sizni kutib zo'ra. Ziloniy zonalarga joy tashlab ketishgan, bitta mashina bemalol sig'adi. Uy ichiga kiramiz. Uy ichiga kirganimizda svobodniy planirovkada qoldirishibdi. O'zingizlarning fantaziyalarga qarab turib xonalarni bo'lib olsanglar bo'ladi. Bu birinchi qavatimiz. Umumiy maydoni 170 kvadratdan iborat ekan. Korobkaning yutuqlaridan bittasi qanaqa mahsulot ishlatilganini bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Bu birinchi katta yutug'i bo'lsa, ikkinchi yutug'i bo'lsa, o'zingiz xohlagan dizaynda, o'zingiz xohlagan ranglarni ishlatib, o'zingizni yaxshi ko'rgan uyingizga aylantirsangiz bo'ladi. Samarqand darvozasida joylashgan ushbu kottejimizni svobodniy planirovkada qoldirishgani shaxsan menga yoqdi. Kimga xona kerak bo'lsa, ko'proq xona qiladi. Kim kattaroq bo'lishini xohlasa, kattaroq qilsa bo'lar ekan. Narxini opsiyada yozib qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz.